2022 yılı 4. ayının 5. günü 20. asırdaki Şarkı Türkistan müstakillik körüşünün en mühim buruluş noktası bolgan Bahreyn inqilabının 32 yıllıqıdır. Bu münasebet bilen Türkiye, Amerika, Avrupa devletleri ve Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerinde yaşaydıgan Uygurlar her xil xatirlash faoliyatlarini ötküzmekte. Tönögün İstanbul'daki Xitay Baş Konsulxanasının yanıga cem bolgan Uygurlar Bahreyn şehitlerini xatirlash üçün dua qildi ve bayanat e'lon qilib Xitayning Şarkı Türkistandagi irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirdi. Xitayning eng chong shahri Shanxayda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababidan karantin qilish tadbirlari kengaytirilgan bo'lib, 25 million nüfusga ega shaharning umumiy nüfusini qoplagan. Yana bir tarafdan Xitoyda Omikronning yangi tarmoq tipi bayqaldi. Davlat kontrolligidagi yer shari vaqt gazetidagi xabarlarga qaraganda, virusning bu varianti bundan burun Xitoyda yoki xalqarodagi o'zgarishchan sonliq ma'lumot ommarida topilmagan. Amerika savdo vakili Katerin Day Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida ayrilish bo'lmasdan, balki dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavdaning munosabatini qaytadan tashkillashni xohlaydiganligini bayon qildi. Tay oldingi hafta majlisda qilgan so'zida Xitoy bilan bo'lgan suhbatning bir qadar qiyin ekanligini o'tirg'a qo'ygan va Amerikaning Xitoyning raqobatiga qarshi turish amaliyoti oldida yangi qurollarga ehtiyojli ekanligini aytdi. 3. ayının 21. günü Xitayning Kunmingdan Guangzhouga qarab uçgan 132 yo'lovchi o'tirgan Sharq aviatsiyasining navbatchi aeroplani tushib ketgan edi. Navbatda bu voqeaga munosabatli yangi tafsilotlar o'tirg'a chiqdi. Xitoy taratqullari uçquchining o'zini o'ldirib olish uchun aeroplani tushirilganligini bayon qildi. Xitoy xalq aviatsiya idorasi e'lon qilgan bayonotda aeroplanda 123 yo'lovchi va 9 xodimni o'z ichiga olgan 132 kishining borligi xabar qilingan. Doiralar to'nog'in aeroplandagi kishilarning hammasining qazo qilganligini jazmlashtirdi. Ukraina prezidenti Zelsinki Sin yig'ini orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga xitob qildi. Zelsinki Birlashgan Davlatlar Tashkilotini harakatga kelib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 5 doimiy a'zosining biri bo'lgan Rossiyaning rad qilish huquqini elib tashlaydigan bir islohotga chaqirdi. Angliya qonunsiz ko'chmanlar va musofirlarni ularning rasmiyatlari tamomlanguncha Rivandaga avatishni planlamoqda ekan. Xabar qilinishicha, Bosh ministr Boris Johnson oldimizgi kunlarda qabul qilinish rasmiyatlari tamomlanguncha ko'chmanlarni Rivandaga avatish haqida yangi ko'chmanlar planini e'lon qildi ekan. Olimlar Yupiterning cho'ngligining 9 hassasiga teng keladigan, lekin shakllanib bo'lmagan bir planetni bayqadi. Havay aralidagi bir yanar tog'ning ustiga o'rnatilgan Subaru teleskopi va Hubble teleskopi orqali payqalgan va tadqiq qilingan bu planet markaziy yulduz bilan favqulodda oraliqda gaz to'pi shaklida aylangan.